alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar sport bilan 100 kun omad challenge'imizning bugun 61-kunidamiz. Bugun sizlarga bir hikoya ulashib o'tmoqchi edik. Shoh Shujo Kirmoniyning bir qizi bo'ladi. Kirmon valiylari unga talabgor edi. Shoh ularga aytadiki, menga 3 kun muhlat berish deb. Shu 3 kun ichida masjidlarda aylanadi. Xushu va huzur bilan namoz o'qiyotgan bir yigitga duch keladi. Hamda uni namozini tugatgunga qadar kutib o'tiradi. Namozini tugatgandan so'ng yigitning yoniga borib savol beradi. Hani uylanganmisan dedi. Yigit hali uylanmaganini aytadi. Podshoh aytadiki unga, qoriya, taqvodor, go'zal bir ayolga uylangan bo'larmiding dedi. Yigit boshi egik holatda aytadiki, menga kim ham qizim berardi? 3 dirhamimdan boshqa hech vaqoim bo'lmasa dedi. Podshoh, men senga qizim beraman dedi. Uni 1 dirhamiga, ya'ni 1 kumush tangasiga non ol, 1 tangasiga holva sotib ol, hamda 1 tangasiga xushbo'y sotib ol dedi. To'y oddiy bir ruhda o'tadi. Ya'ni oddiygina holatda o'tib, chiroyli bir tarzda yakunlanadi. Qiz erni uyiga borar ekan, kulbani ichida bir nonga duch keladi, ya'ni bir-birda non bo'ladi. Bu nima deb so'raydi shoh qizi. So'rasa, yigit javob beradi. Bu sening nasibing, ertaga yeyishing uchun olib qo'ygandim dedi. Qiz sekin otasining uyiga ketishni boshlaydi. Shunda yigit aytadiki, bilardim dedi. Podshohning qizi bu yerda yasholmasligini unga eshitdi. Buni eshitgan qiz aytadiki, men sizni faqirligingizdan ketmayapman dedi. Iymoningiz zaifligi uchun ketyapman dedi. Ertalabki rizqingizni kech payt hozirlab qo'yapsiz dedi. Otamga hayronman. Seni haromdan uzoq turadigan, dunyo ne'matlaridan xoli bir insonga, ya'ni dunyoga bog'lanmagan bir kishiga uzataman derdi. Siz tomonan aksi bo'lib chiqdingiz dedi. Ya'ni Robbingizni beradigan rizqiga shubha bilan qarayapsiz. Yoki bu uyda men qolaman, yoki bu birdan non dedi. O'zingiz qarorni qabul qiling desa, yigit shunday non oladi, bir faqirga berib yuboradi. Shundan keyin go'zal bir tarzda hayot kechirdi deb keltiriladi. Buni oladigan xulosamiz, 32 ta tishni bergan zot qimirlagan jon borki, rizqolloqni qo'lda, ya'ni rizqini beradi. Rizq sizni ajalingizdan ham tezroq har kuni yo'qlaydi. Ajalingizdan ham ko'proq taqib qiladi deb keltiriladi. Qo'rqmasdan uylana olinglar dedim. Tasavvufiy hikoyalar kitobi Jaloliddin Rumiyning 160-161 betlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.